Haligi bir yigit emas, endi hammamiz ham bilamiz. O'sha ilgari qo'shiqlar aytishgan, ruscha qo'shiqlar bo'lgan. Bizning vizvodimizda shunday qo'shiq bordi. O soldata выходной deb boshlanardi. Rotamizda ashulasi Den Победы edi. O'sha Kabzon, Yosif Kabzondan ham zo'r qilib aytardik. Qo'shiq aytib Strovoyga borardik, qo'shiq aytib ishga kelardik. Masalan, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lganligi uchun qo'shiqlar hammasi o'zbekcha. Yaqinda bir chastga kasib qo'ygani borsak, oldimizdan Strovoy shak bilan katta rota o'tyapti. Starshina rota komanda berdi. Rota! Ashula ayt dedi. Komanda ham o'zbekcha. G'irt o'zbekcha qo'shiq boshlab qolsa. Daryolarning yuzida uylar izey. Oqarishib ko'rinadi bo'ylar izey. Desa Starshina ketib, aynan deb qo'yapti. Ah aka jonim ey, gurs komandir jonim ey. Hey ridavoydan ortiqmidi serjontingiz ey. Serjon ketib, aynan deb qo'yapti. Ketdi yo'q bo'lib chaqirib. Biz ham poyla o'tirib qachon qaytib kelamiz? Ana davlat tili o'zbek tili. Ruslar bormi, boshqa millatlar hammasi qo'shilib o'zbekcha aytyapti. Chunki davlat tili o'zbek tilida. Oldinchi ruscha qo'shiq aytardik, o'sha qo'shiqlarda Stalovoyga borardik. Borganda ham bir qiziq edi. Yugurtirib olib kirib, yugurtirib olib chiqib ketardi. Shunday olib borgan, "Stoy, раз, два. Так, рота. Смирно, вольно. Так, в столовой бегом." Boshqa pauzani olasiz. Mirsh hamma kirib 5 kishi o'tamanda 5 kishi o'tamanda o'rtada salda stol bezatilgan, olib yeyish mumkin emas, komanda bo'lgani yo'q. Poylab turamiz, lekin ikkita ko'z ovqatda kim nimaga hujum qilishini mo'ljallab qo'yish kerak. Qarang, 1000 kishilik zal to'la odam, o'tirishga ruxsat yo'q. Oxirida rementni osiltirib, Starshina rota kirib keladi, ataylab past ovozda rata Sadi. Birov eshitgan, birov eshitmagan tapar o'tirib berish. Отставить. Rata, выходи строить, сына o'lisi. Yana chiqib ketardik. Yana qaytib kelaverdik. Oxirgi kuchlarni sarflab yugurib, tilimiz bir qarich osilgandan keyin insonning butun vujudi quloqqa aylanib qolar ekan. Sochlar antenaga aylanib qolar ekan. Quloqlar lakadir, mahiyaq turadi. Ultra tovushlardan eshitadigan bo'lib qolasiz. Nafaqat ovozlarda, ultra. Umuman eshitilmaydigan. Insonning qobiliyati yo'q uni eshitishga. Lekin o'shani ham eshitib qoladi. Chunki tamom bo'lgan oshqozon oxirgi kuchni sarflab bo'ldi. Agar yana vuqadi desa, ag'arib tushaman. Undan ham past ovozda rata desa 1000 kishi eshitadi. Gursda o'tiraman. O'tirgandan hujum boshlanadi. Kim nimaga mo'ljal qo'ygan bo'lsa. Tabara ovqat topsang non yo'q, non topsang choy yo'q, choy topsang stakan yo'q, o'tirib qoshiq yo'q. Hammasini topsang vaqt yo'q. Bu Starshina deganlari ovqat yemaydi bular. Xohlagan paytda qaytib kelmay yeb ketaveradi kerak o'zi. Yo bizdan oldinroq yegan bo'lishi nima deydi? Rata nima edi? Xullas zakanchoy deb qo'yadi. Ancha yil bo'ldi, o'rtada xizmat qilyapman. Zakanchoy bu degan dasturxonni yig'ishtir degan. Endi qo'lingiz shunday ovqatga borgan paytingizda rata выходи строиться. Biz ilgari ovqat yegan emas, ovqat ko'rgani kirar ekanmiz. Qo'limizni siltab qo'yib chiqib ketaveradi. Ovqatlar ko'rishgandan xursandman.
kechqurun yana bir harakat qilib ko'ramiz. Ha bo'lmaylar deb sekin chiqib ketardik. Aziz do'stlar, qiziqchilik san'at ham o'z an'analari, o'z uslublari va mashhur ijodkorlariga ega. Avazoxon ana shu ustozlar merosini qayta o'qib, o'rganib, o'z repertuarini madaniy va ma'naviy repertuarlar bilan boyitib, yuksak pog'onalarga erishishga harakat qilib kelmoqda. Gapni gapga qo'ndiruvchi, qo'ndirishni do'ndiruvchi, ichak uzib kuldirguvchi avaz oxun baribir avaz oxunda. Goh Toshkent, goh Samarqandda, mayli bo'lsa hamki qatda, avaz oxun baribir avaz oxunda. Kutib oling, avaz oxun. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz otaxonlar, onaxonlar, hoji otalar, hoji onalar, aka ukalar, opa singillar, do'stlar, qadrdonlar. Bugun mana shu ajoyib muhtasham san'at saroyida sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Oradan 1 yil vaqt o'tib mana noyabr oyi keldi. Men sizlarni shunaqa sog'inganman. Sizlarni shunaqa ko'rgim keldi. 3 kundan beri uxlaganim yo'q. Sizlarni qanaqa qilib bir ko'nglinglarni ko'tarsam ekan, sizlarni qanday qilib bir xursand qilsam ekan deb. Tanijoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Erinmasdan 7 qadam bosib kelibsizlar. Qadaminglarga hasanat, salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat, 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 rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat, omon bo'linglar. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Qarang, tinch zamonga to'ylar yarashadi, konsertlar, tomoshalar yarashadi. Nima kamimiz bor, nima g'amimiz bor. Mazza qilib o'ynab kulib yuribmiz. To'g'rimi? Mana shu tinchligimizga ilohim ko'z tegmasin. Kayfiyatinglar hamisha a'lo bo'lsin. Bir donishmandlar kitobida o'qib qoldim men. Yaxshi odam yaxshi kuladi deb yozib qo'yibdi. Qarang, yaxshi odam yaxshi kular ekan. O'shaning uchun kim yaxshi odam bo'lgisi kelayotgan bo'lsa, gapirmasam ham kulaveringlar. Hada. Boshlandi mana. Yaxshi odamlar bor ekan mana. Salomat bo'linglar. Kayfiyat ko'tarish kerak. Insonlarning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, albatta sog'ligingiz ham yaxshi bo'ladi. Atrofdagilar ham kayfiyati yaxshi bo'ladi. Bir odamni qarasam, mana shunday o'tiribdi, soch to'kilgan mana shunda. G'amgin. Uni ko'rib cho'kib ketdi meni ham ruhiyatim. Men aytdim, aka dedim, tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Nimaga siqilyapsiz desam, sochim to'kilyapti, shunga siqilyapman. Men aytdim, nimaga soching to'kilyapti ekan o'zi desam, shu siqilganimga to'kilyapti ekan. Qarang, bog'liq ekanmi bir-biriga? Ha, soch to'ksa to'kilib bo'lib ketmaydimi? Yo'q bo'lib ketmaydimi? To'g'rimi? Kal bo'lsangiz yaltirab yurasiz, nima? Kamroq shampun ishlatasiz, nima bo'pti? To'g'rimi? Ana, turibdi yaltirab nechtasi. Qaytanga Svetga yordam beryapti. Svet kam hozir bu yerda. Svetni yoqinglar, men muxlislar o'tirgan joyini. Mana, yoqib yuboringlar, men ko'rib o'tiray muxlislarni hammalarini. Shu kayfiyatni ko'tarish kerak odam, kayfiyat. Shunaqa odamlar bor. Masalan, xo'mra yuradi. Ba'zi odamlar tirjayib yuradi. Ko'rganmisizlar? Unga latifa aytsam, chaltamiz, mana shunaqa mana shu. Tug'ma mana shu. Aynan. Haka desa, ayol. Nima gap desa, yuribsan. Mana shu mashina. Janozaga ham mashina keladi. Assalomu alaykum.
Bandaliganlar. Afiyat o'tiribsizlarmi? Sizlar odam. Qarang, o'shani ham kayfiyatini ko'tarib yuryapti-da. Odam o'zini kayfiyatini ko'tarish kerak. Tasi qarang, skameykaga o'tirib olgan, nuqul o'ziga o'zi gapirib, o'zi kulayotganmiz. Basaga bunisi bu. Basaga bunisi yo'q, bo'lmaydi bu. Deb qo'yamish yana orada. Tasi kuzatib turgan ekan, sekin kelib, assalomu alaykum aka. Tinchlikmi? Mazingiz yaxshimi? Qaydan beri o'zingizga o'zi gapirib, o'zingiz kulyapsiz? Tinchlikmi desa, endi aka men shunaqa odamman. Men hozir o'zimga o'zim latifa aytib beryapman. Shunaqa o'zim kayfiyatim ko'tarib o'tiribman. Siz latifa aytib bergansiz, tushunyapman, maza qilib kulayotganingizni ham tushunyapman. Nimaga orasida yo'q deb qo'yapsiz bir ikkita desa, shu o'zimga aytib berayotgan latifalarim ichida eshitganlarim ham bor ekandirmish qarang. Mana bu svetoforlarni bekor qo'yib qo'yganimiz yo'q. Hozir mana orqada kameralarga ham e'tibor beryapsizlar. Mashina minadiganlar bo'lsa, birpasda ko'zi tushgan bo'lgan bo'lishi mumkin. E'tibor berib, rangi oqargan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu shu yerda ham bor ekan o'dim. Bundan hech xijolat bo'lmanglar. Bu shu mavzuga moslab qo'yib qo'yganmiz. Hozir kamera, hamma joyda kamera hozir. Magazinga kirasiz kamera, karzinkaga kirasiz kamera, ko'chaga chiqasiz kamera, maktabga borasiz kamera, bankka kirasiz kamera. Qayerga borsangiz kamera. Hozir o'g'rilarga umuman ish qolmadi hozir. Endi mana bu kameralar yaxshi tomoni juda ham ko'p. Ayniqsa mana chorrahalarga qo'yildi. Hozir Toshkent shahrida, boshqa viloyatlarda ham mana endi sekin-sekin tashkil qilinyapti. Fotoradarlar, kameralar qo'yildi. Juda yaxshi bo'ldi. Masalan, qizildan o'tib ketib qolsangiz yoki o'sha chiziqni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, uyingizga xat kelar ekan. Menga ham keldi. Xursand bo'lib ketdim. Anchadan beri hech kimdan xat olmagandim. Xursand bo'lib ochib qarasam, 150 ming to'lab qo'ying deb yozibdi. Borib to'ladik. Iloji yo'q. Mana shu kameralar qo'yilgandan keyin dan xodimlarning qadri bilinyapti. Odam ekanda baribir. Ha? Tushib sekin endi komandir. Uzr endi. Desangiz har qalay yengilroq qilib berardi, baraka topsin. U kamera meni tanimas u. Unga farqi yo'q ekan. Xohlagan odamini shart suratini jo'nataverar ekan. Lekin yaxshi bo'ldi. O'pkasi yo'q bolalar ko'p edi shahar ichida. Moshu. Svetoforda turibsiz, qizil signal chaladi. Pep. Ha, desa, yurmaysanmi? Yurmaysan. Yashil yonsa yuradimi? Yashilda yursangiz, yerinmasdan shoshib turibman degan odam yoningizdan kelib urishadi, oynani ochib olgan, men bu tomon. Yo'qda yursam bo'lmaydimi? Sen qoidani bilasan, meni yo'limni to'sib o'tsan. Rol bu yoqda qolib ketdim, bola urushyapti. Bu yoqda rolni sho'rib, bu yoqni ochib olgan. Qaramayapti bu yoqqa. Nima deb o'tsan, meni o'zim yo'limga ketganman, o'zan. Shoshilayotgan, "Og'ayman bu yoqqa, og'aysan bilan gaplashim." Ol. Qo'rqib ketasan, hozir ikkalasi bir-birini bilan saqlamikin. Sen shu olib 8 soat gaplashar shoshilayotgan odam. Mana qara, tushunmadim. Sen tushuntirib bergin. Abed bo'ldi. Kech payt ishdan qaytyapman, o'tiribdi kelasiz. Mana qara. Sen nipravding bor-ku. Men shoshib turdim mayli. 8 soat bo'ldi gaplashyapti. Men kelyapman, men yo'lni chiqib kelyapsan. Men qanaqasiga meni yo'lim. Men qarasan, o'qiganmisan buni? Sen o'qiganmisan? Men o'zi kelasi ham o'qimagan o'zi. O'qisa shunaqa qiladimi? Dan xodimi kelib, "Uzr, akalar, nima bo'lyapti? Tinchlikmi?" desa, "Aka, aqlingiz yetmagan narsa aralashmaymiz." Mashaqalar bor edi. Shahar ichida 130, 150 tezlikda yuradi.
shaytonni o'qidek ketadi o'zi ham. Matizda yana. Matiz. Ikkinchi mashinachi u. Qo'rqib ketasan dumalarnikini deb. Mana oralardan o'tadi. Shaharda mashina ko'p u. 150 da. Yaxshi bo'ldi kamera qo'yilgani. O'sha 150 da yurgan bolalar hozir 30 dan oshmayapti-da. Ish tarafdan 30 mana shunday. Xavfsizlik kamarini mandaqasidan taqib turib, naryoqdagini olib mandaqasiga taqib turib, orqadagini olib mandaqasiga taqib olaman. O'zini kamarini tukib olgan mana shunday qilib. Mana shunday 30. Ikkinchi kurs uchga ham ololmayapti. Yoniga kelib, "Ha uka" desam, "Hey 5 minut oldin, 5 minut keyin boramiz-da aka." Shoshib qayerga boramiz aka? "Ha yurasan, yurasan. 150 ming bir joyni o'pirib chiqib ketadi." Yaxshi bo'ldi. O'sha bolalar svetoforni qizil chirog'ida o'tardi. Sariqdan bunda qizilga o'tadigan joy bor-ku. O'sha payt o'tib ketadi. Nimaga buni qilasizlar desam, narigi tomonga hali yashil yonmagan bo'ladi. Chorrahadan bir o'zim o'taman, chiroyli ko'rinadi aka dedi. O'sha bolalar hozir yashilda to'xtab turibdi. Yashilda to'xtab turibdi. Yoniga keldimda, "Uka, yashil bo'ldi, yurmaysanmi?" desam, "Yo'q aka, yam yashil bo'lsin keyin yuraman." Aytdim, "Bundan yashil bo'lmaydi" dedim. Undan keyin ko'karib ketadi hozir dedim. Yaxshi bo'ldi. Mana o'pkasi yo'qlar, taksistlar ayniqsa qo'rqib qopti. Mana chorrahaga to'xtaydi mashina. Chorrahaga kelib. Chiziqni bosib qo'ymadimmi deb mashinadan tushib mashinani oldiga o'tib qarayapti mana bunday qilib. Qarayapti, kameraga ham qarab qo'ydim. Boya ko'rdim, bittasi icharyapti, chiziqni bosib qo'ygan ekan. Yaxshi bo'ldi mana. Bittasi palasani bosib qo'yibdi, qizil yonganda, bilmaganda endi bechora. Xuddi uni birov eshitayotgandek mashinadan tushib olib, kamera ro'parasiga o'tib, uzr so'rayapti mendan. To'rt marta tushdim. Kechiringlar, xato qilganim yo'q. Xato qilganim, hozir olib qo'yaman, kechiringlar meni. Deb qaytib mashinaga o'tirib, orqaga yurib, olib, mashina artadigan latta bilan o'tirib palasani yuvyapti mana shunday qilib. Yuvasan. Yuvmay qayerga borasan? To'g'rimi? Yaxshi bo'ldi. Mana hozir hamma shu radarga tushyapti hozir. Haligi yamaykalik sprinter bor-ku, bilasizlar, dunyoning eng tez yuguruvchi odami bor-ku, Usain Bolt. Taniysizlar, Usain Boltni. O'sha yugurib ketyapti, radarga tushib qoldi. Gayi to'xtatib mashina qaradirmish-da. Qanaqa mashina desa, 70 lik joyda 90 kelyapsiz, mashinani oling bu yoqqa qadirmish. Mana shu pataradarlar Usain Boltni tutibdi, lekin Qashqadaryo taksidan tutolmayapti ekan hozir. Shu yerdamisizlar? Qashqadaryo taksidan tutolmayapti ekan hozir. O'sha kamerani birinchi Qashqadaryoga qo'ygan ekan. Chorrahada Qashqadaryoda kamera turganmish mana shunday qilib. Poylab umidvor bo'lib.
Faqat bir tomonga qaraydigan kamera mana bu yoqlarga ham qarayotganmiz. Orqalarga ham. Takadak. To'g'ri otda ham 150 da o'tib ketibdi. Bir haftadan keyin borib kamera tekshirsa, kompyuterni ochsa, mashinani faqat ovozi bormishda. Shu. Mashina o'zi ko'rinmagan. Shu. Qarang, juda qattiq mashina minadi bular. Endi mana yaxshi bo'ldi. Mana kameralar qo'yilgandan keyin. Mana hozir ichganga ham shu taraf ko'p. Mashinasi haydash huquqidan ham mahrum qilyapti. Ichganga umuman mashina bermaslik kerak o'zi. Ichib olib ham mashina minadimi? Ichib olgan odam to'g'ri yo'lda yura olmaydi-ku.